Assalomu alaykum qarindoshlar. O'qish insoniy safa va ilmiy ruh yetildiradi. Kitob bir millatning ma'naviy qudratini o'lchaydigan muhim belgi. Kitob bilim buluqi, kitob dilning chirig'i, kitob rahnama, kitob bebaho. İnsaniyat tarixi taraqqiyot sahnasida o'ttirib chiqqan ijobiy va salbiy shaxslar, muqarrar va tasodifiy yuz bergan zo'r voqealar, xilma-xil ta'tir qismat va qiyin xatarlar ichida mo'jizdek saqlanib qolgan kitoblarning addi-hisobi yo'q. Bularning Bularni bir-birlab eglab bo'lish mumkinmi? Mumkin emas. Undaqda biz sizga mushu kitoblarning ichidan ba'zilarini qisqacha tunishtirib o'tamiz. Töven tunishtirdiğimiz insoniyat ideya tarixidagi tunji utopiya lohisi Aflatunning G'oyaviy davlat nomli kitobi. G'oyaviy davlat Yunonlik faylasuf Aflatunning asosiy falsafiy asari. Aflatun Afinada bir mərtəbəlik ailə dünyaya kelib, ösmürlük dövründə yaxşı tərbiyə alğan olub, zor ədəbi iştiyaq və istedadqa ega idi. U 20 yaşında Sokratqa şagird bolğan. Ana şunundan etibarən bütkül həyatını fəlsəfə işlərinə bağışlagan. Miladiydən ilgirki 399-cu il zavallıqqa yüz tutqan Afina demokratik tüzümü Sokratqa ölüm cəzası bergen. Aflatun şunundan keyin sirtlarını kezib, dövlətni qutquzuşning önümlük doğrusunu izləşə kirişkən. Miladiydən burunqi 387-ci il Afinaga qaytib kelib, dost birodarlarının iqtisadi yardımı bilan Afina şəhərinin sirtidagi Arkadem degan joyda Avropa tarixida tunji bo'lib universal maktab Aflatun madrasasini qurgan. U taki miladiy 529-ci il Xristian diniga kirgan Rim podshohi Chashtin pechatlab tashlagan qadar ilgari oxir 900 yildan ortiq mavjud bo'lib turgan. Aflatun felsefe tarixida eng dastlab ko'plagan falsafiy asarlari bilan obyektiv idealizmning zo'r falsafa sistemasini barliqqa keltirgan faylasuf bo'lib, 30 xilga yaqin asar qoldirib ketgan. Bu asarlar suhbat shaklida yozilgan, uslubi go'zal bo'lib, adabiyot tarixidagi namunalik asarlar deb ta'riflangan. Aflatunning Afinaning demokratik tuzumi gullangan hamda xarablashgan mezgillarda yashagan. U yoshlik davridan boshlabla o'zini siyosiyga bag'ishlagan niyatiga kelib, to'g'ri falsafaning yetakchiligi bo'lgandila, ondan haq bilan nohaqni ayirib olg'ili, shundaqla polis, shahar davlatini idora qilg'ili bo'ladi deb qaragan. Afinaning realligi uni umidlantirib qo'ygan. U 3 marta Sitsiliyaga safar qilib, o'zining siyosiy g'oyasini amalga oshirishni sinab ko'rgan bo'lsa-mu, mag'lubiyat bilan oxirlashgan. U o'z g'oyasi bilan reallikning chunqur ziddiyati ichida asar yozishni to'xtatishga majbur bo'lib, davlatni idora qilish ilmi ustida izlangan hamda g'oyaviy idora qilish iddiasini barpo qilgan. G'oyaviy davlat mana shunday tarixiy sharoitda yozilgan. G'oyaviy davlat yana davlatnoma, jumhuriyat degandek nomlar bilan tarjima qilingan. Bu Aflatunning mutlaq ko'p sondagi asarlariga o'xshashla Sokratni asosiy personaj qilib, suhbat, dialog shaklida yozilgan asar bo'lib, jami 10 jilddan tarkib topgan. Uning sahifasi uzun, qonunnomadan qolsa ikkinchi o'rinda turadigan bo'lib, odatda u Aflatunning o'ttirhol tipdagi asari deb qaraladi. Bu falsafa qomusi Aflatunning ilgirki o'z falsafiy ideyasini umumlashtirish va yakunlash bilan qolmay, ayni chog'dagi har qaysi fanlarni umumlashtirib beradi. Asarda falsafa, siyosat, etika, ma'arif, adabiyot, san'at qatorliq har qaysi jihatlardagi masalalar xususida izlanish elib berilgan hamda tushunish ta'limot asosida sistemalik bir g'oyaviy davlat loyihasi o'ttirib qo'yilgan. G'oyaviy davlatda mulohiza qilingani haqqoniyat masalasi. Shunmi keyingilar bu asarni haqqoniyat dasturi degandek qo'shimcha nom bilan atashgan. Ilgirki kamdan kam tepiladigan aktiv natijalik suhbatlarga o'xshamaydigan shuki, Aflatun bu suhbatida haqqoniyat qatorliq masalalarni aktiv va sistemalik bayon qilgan. G'oyaviy davlat kitobida eng dastlab davlat haqqoniyati mulohiza qilingan. Aflatun yaxshi bir davlatda farosat, boturlik, o'zin so'rash hamda haqqoniyatdan iborat 4 turlik axloq fazilat hozirlangan bo'lishi kerak deb qaraydi. Davlatning farosati butkul elni idora qilish bilimlarini talab qiladi, faqat intayin oz sonli kishilardala mana shunday farosat bo'ladi. Davlatning boturligi uni yovdan qo'dayotgan qo'g'diqchilarga mansub. Davlatning o'zini so'rashi bir xil moslashish,
İstilaq qılğuçı bilan istilaq qılınğuçı birdek maslaşa alğandala, bu dövlət özünü soraş dərəcəsiga yetəlaydı. Əgər bir dövlətdə bu üç xil əxlaq fəzilət bolsala, bu dövlətdə haqqaniyyətmi buludu? Haqqaniyyət hər xil qatlamlı kişilərinin özüdə hazırlagan əxlaqa asasən dövlət üçün ən yaxşı töküp qoşuş, yəni hər kim öz burcunu ada qilish, amma başqalarının işlərinə aralashib olmaslik. Mana bu haqqaniyyət prinsipi. Mubada yağatçı Mozduzning savdogar askar yoki istilo qilg'uchining ishini qilaman desa, u holda haqqoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun haqqoniyat boshqa uch turlik axloqiy mezonning sirtida bo'lmasdan, ular bilan bir qatorda turadigan boshqa bir axloq, balki u boshqa uch turlik axloq fazilatning ustida turadi. Ularning muvofiq axloqini umumiylik ega qiladi. Shaxsning haqqoniyati bilan davlatning haqqoniyati o'xshash degandan ko'ra, davlatning axloqi fazilati shaxsdan keladi degan yaxshiroq. Odamning ruhida aql, hissiyot, umid, arzudan iborat uch tarkibiy qism bo'lib, ulardan farosatlik kelgan aql u boshlamchilik rol o'ynaydi. Hissiyot uningga biqinadi, uningga yordamda bo'ladi. Umid, arzu eng chong tarkibiy qismni egallaydi. U ochko'z to'ymas bo'lib, aql bilan hissiyotning kontrolida bo'lishi zarur. Bu uch tarkibiy qismning o'ziga xos rolini farqlantirish farosatdir. Shodlik bilan qayg'uni aqlga bo'ysundirib, hissiyotni tizginlash botirlik. Bu uch tarkibiy qismga aqlni yetakchi qilib, moslashtirish, o'zini so'rash, bu ishi o'z oldiga burchini ado qilishi, vazifasini qo'g'dishi, birdaklikni saqlab tirishib, ruhni o'z-o'ziga xo'ja qilishga tirishmoqqa zarur. Mana bu shaxs ruhidagi haqqoniyat va sog'lomlik. Unda bo'lmaydigan har qaysi tarkibiy qismlar o'rtasida o'zaro nizolar yuz beradi-da, ruhning haqqoniyatsizligini keltirib chiqaradi. Shuning uchun shaxsiy haqqoniyat bilan davlatning haqqoniyati birdek bo'ladi. Aflatuncha bo'lganda, davlatning haqqoniyatini amalga oshirish uchun birla chora bor. U bo'lsa-mu, faylasufni podshoh qilish. Chunki faylasuf farosatni haqiqiy so'yguchidir. Faylasuf farosatni haqiqiy so'yguchi, ammo har qanday ishqa qiziq sinovchilar faylasuf bo'la olmaydi. Haqiqatni qizg'in izlagan kishilar faylasuf bo'la oladi. Bu haqiqat masalasiga berib taqiladi. Aflatun dunyoni hissiy dunyo va tushunch dunyosi deb ikkiga ayiradi. Konkret shaylar, alayliq go'zal melodiya yoki obrazlarni yoqtiradigan kishida birla bo'ladi. Fikrli bo'ladi. Bilim bo'lmaydi. Go'zallikning o'zini taniydigan, ya'ni go'zallik tushunchasiga ega bo'lgan, go'zallik bilan konkret shaylarni farqlantira oladigan hamda ularni o'zaro aralashtirib qo'ymaydigan kishilar bilimli kishidir. Bilimning obyekti real mavjudiyat, tushunch dunyosi. Halbuki fikrning obyekti aksiya mavjudiyat bilan la mavjudiyat o'rtasidagi odisiy dunyo. Bir davlatni falsafa bilan idora qilish va chiriklashib ketmaslik uchun eng negizlik bo'lgani falsafa istidodiga ega kishining yaxshi falsafasini qabul qilib chiniqishi kerak. O'rganilgan bilim ichida eng muhimi ezgu tushunchasi. Chunki u haqqoniy bo'lgan uchunla uning roli va ahamiyati bo'ladi. Aflatun quyoshni tamsil qilib shunday izohlaydi. Quyosh zohiran dunyo bo'lgani uchun zohiran sababiyat bo'lganidek izgulik tushunch dunyosiga bar tushunchlarning mavjudiyat sababi. U eng oliy tushuncha. Aflatun yana yipni tamsil qilib, texim ilgirlagan holda yuqorqi ikki dunyoni tövendikidek to'rtga ayirgan. Birinchi obraz, ikkinchi obraz suratidagi shay'i, uchinchi tushunchlar obyekti. Ruh obrazning shay'ilarini obraz deb mutolaa qiladi. U qiyosni chiqish qilib xulosa chiqarib o'tadi. To'rtinchi tushuncha. Ruh qiyosni chiqish qilib birinchi prinsipni o'ttirib chiqaradi. U obrazga emas, tushunchaga tayinib sistemni tadqiq qiladi. Oldingi ikki tarkibiy qismi ko'rgili bo'ladigan zohiran dunyo, keyingi ikki tarkibiy qismi belgili bo'ladigan dunyo. Shuningga masalda ruhning holati to'rt bosqichga bo'linadi. Bular tasavvur yoki qiyos, e'tiqod, aql, idrak. Aflatun o'nkirni tamsil qilib, bilimning to'rt bosqichi keyingi o'rganishning taraqqiyot jarayoni emas, balki ruhning burilishi deb ko'rsatdi. Chunki ruhning o'zi bir xil bilish iqtidoriga ega, ta'lim tarbiya bu xil iqtidorni o'rgatib, to'g'ri yo'nalishga yetaklaydi. Uni zulmatdan yorug'likqa, hodisiy dunyodan haqiqiy chin dunyoga o'zlantiradi. Shunga ta'lim tarbiyami g'oyaviy davlatning muhim mazmunlaridan biri.
Aflatun bir yurish g'oyaviy ta'lim-tarbiya darsligi tuzgan. Tantarbiya va muzikadan iborat bu ikki darsdan boshqalarida hisob, bo'shliq geometriyasi, stereometriya, astronomiya, ohangdoshlik ilmi qatorliq 5 xil darsni o'rganish zarur. Mush tartibga asosan ruh zohiran dunyodan bara-bara falsafaga buriladi. Uningdan maqsad davlatning hukmron ixtisos egillarini yetishtirib, ularning ruhini burishiga yordam berishdan iborat. Aflatun tushunish ta'limoti bilan davlatning tushunchisi, ya'ni g'oyaviy davlatning mavjudligini isbotlab qolmay, real mavjudlikdagi 4 xil siyosiy tuzumni kuzatgan. Bu 4 xil tuzum shansharaf tuzumi, oligarxiya tuzumi, demokratiya tuzumi va podshohlik tuzumidan iborat. G'oyaviy davlatda donishmandlar tuzumi ostida kishilarga eng yaqini shansharaf tuzumidir. Uning alohidligi boshqalarni besib tushish, nom-obro'yini saqlab turish, Sparta tuzumiga mos keladi. Shaxsiy mol-mulk vayron bo'lganlikdan shansharaf tuzumi mulk salohiyati asosida oligarx tuzumini barliqqa keltirib, oz sondagi boylarla hukmronlik huquqiga erishidi. Bu tuzum boyliqqa ziyoda e'tibor bilan qaraganlikdan hukmdorlarning iqtidorsizligini keltirib chiqaradi. Buning bilan hukmronlik qiling'uchi nomrod xalq inqilab qo'zg'aydi. Demokratik tuzum o'rnatiladi. Demokratik tuzumning eng chong alohidligi erkinlik. Halbuki chekdan oshgan erkinlik uning o'z asosini buzg'unchilik uchirtadi. Mustabid hukmronlar ziyoda erkinlashib ketgan hukumatsizlik holatiga xotim beradi. Buning bilan podshohlik tuzumi kelib chiqadi. G'oyaviy donishmandlik tuzumidan podshohlik tuzumiga borganicha tuvallab boradi. Aflatun g'oyaviy davlatda qonun hech narsaga asqatmaydi deb qaragan. Hamda odam siyosatni tashabbus qilib, faylasufning davlatni idora qilishini orzulagan. U umrining oxirgi yillari yozgan qonun nomida donishmandlar tuzumi g'oyasining barpo bo'lishiga ergashib, odam siyosatini tashabbus qilish maydonini o'zgartgan. Qonunning nufuzi hukmdorlarning nufuzidan ustun bo'lgandila, ondan davlatni idora qilish normal bir izg'i tushidi deb qaragan. Darvaqa g'oya bilan reallik o'ttirisida o'tkir ziddiyatlar mavjud bo'lib tursimi, biz qandoq qilib kishilarning g'oyaga bo'lgan e'tiqodini yo'qotib qo'ymay, haqqoniyatni chin dilidan izlashiga turtki bo'la olamiz? Aflatun ruh o'lmaydi va ruh metampsixoz ta'limot orqali bu qiyin masalani hal qiladi. U axloqiy fazilatga belgan eng chong in'om ruhning o'lmasligidir deb bilgan. Ruhning o'lmasligi aqliy ruhning o'lmasligiga qaratilgan. Chunki 3 tarkibiy qismda aql, idroklar uning tub mohiyatiga vakillik qila oladi. Bundaq ruhda ichki qabohat mavjud emas. Alayliq nahaqchiliklar kasallikka o'xshash vayron bo'lsa-mu, uningga razillik yo'qmaydi. U mangu mavjudlikdan qolmaydi. Haqqani bir odam bu dunyoga turilishdan burun bo'lsin yoki o'lgandan keyin bo'lsin, ilohning iltifotiga noil bo'ladi. U qatma-qat baxtsizliklarga duchor bo'lsa, uni ilohmi nazardan saqlash qilmaydi. Haqqaniyatsiz kishi dastlab ba'zi bir foydaga erishishi mumkin, biroq eng oxir yanala Xudoning jazosidan qochib qutulolmaydi. G'oyaviy davlat nomli bu kitob falsafa tarixi, hatto butkul insoniyat tarixiga nihoyat chuqur ta'sir ko'rsatgan. Aflatunning nomini bildiganligi kishi uning bu kitobini biladi. Aflatunning G'oyaviy davlat nomli kitobi uning burunqi idealizmlik falsafiy ideyasiga nisbatan eng mukammal, sistemlik bayoni bo'lib qolmasdan, balki insoniyat tarixida tunji qatim mukammal, sistemlik holda g'oyaviy davlat loyihasini o'ttirib qo'ygan. Keyingi har xil ijtimoiy, siyosiy g'oyalar uchun ko'tarib chiqqan utopiyaning boshlanishi bo'lib hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.